Hi everyone, welcome to Rai Education Video Classroom, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 93, Our New Neighbor. Okay, sağdaşta qaranglar. Bugungi darsimiz bizning yangi qo'shnimiz. Okay, endi musharaka qo'shna degan so'z neighbor. Okay, neighbor. Qaranglar. Ma resimdeki ma A bilen B uy ikkisi qanda neighbors. Ular öz ara qo'shnilar. Maço maningdimi A bilen B deki bu ikki aylik they are neighbors. They are neighbors. They are next door neighbors. Tam qo'shni ekan go. A B ma o'ylamay qanday desanglar qo'shnilar. Qo'shnilar shunami? Okay, ma'lumni ma'risanlar qo'shni. Xo'sh shamsa, bugungi dars bizning yangi qo'shnimiz. Andaqda bizning yangi qo'shnimiz qanday odamdir? Nima ish qildigandir? Andaqda mushunga qiziqsanglar, tuvandagi darsimizga diqqat qilinglar. Biz oldingi darsimizda mundaq bir iborani o'rganib o'tgan. Bunda bir maqol tamsil. U bo'lsin desanglar, a good neighbor is better than a brother in the next village. Bir yaxshi qo'shni ama keyingi yizdiki sening akang yoki iningdan yaxshiroq. Demakchi hamda yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan gap. Inglizcha a good neighbor is better than a brother in the next village. A brother in the next village. Aniqda biz oldingi darsimizda so'zlangan ba'zi muhim nuqtalarni qisqagina bir takrorlagandan keyin endi yangi darsimizga kelib ketaylik, savodashlar. Have you lived here? Okay, endi bo'shroqqa nima keldi? Have you lived here? Okay, how long have you lived here? Okay, endi how long qanchalik uzun musha turdingiz? Desa, I lived here. Endi ma'lum bir doira vaqtniki, ma'lum bir vaqtni aratdim deymiz, sanlar musha for 20 years. Musha forning keyindan ma'lum bir doira keladi. Agar since'ning keyindan ko'rsanglar ma'lum bir aniq vaqtdan buyon bo'ldi shunami for 20 years. And 20 yilcha. 20 yilcha. Okay, what about 2? Ian's house is on sale or for sale. O setlamda yoki bas tushirilamdi. Endi bu yerga nima desanglar for sale. And the for sale degan setiladi. Setish tayyorlab qo'yildi, setilmoqchi demakchi. And on sale bo'lsa, ma talla bozorlari va do'konlarga bas tushirib setiladi degan gap. On sale degan bas tushirib setilmoq, for sale bo'lsa, bu setiladi degan gap bo'ldi. Number 3. This suit blah 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 can $300. Okay, endi musharika $300 qana qildi cost. Okay, this suit costs can $300. Demek hamda bu palto yoki palto emas, ma'lum emaslar. Kostyumbrolka kendi $300 chiqimda qildi. Demakchi hamda $300 ketadi. But it wasn't worth so much. Lekin u uncha nimaga qanday qilmaydi? Arzimaydi ekan. Hamda o'tgan soatda biz har bir pul, har bir sinita arziydi degandan nima degan to'g'risizmi? It is worth every penny of it. Every penny of it. Okay, endi my cost degan narsa ega bo'ldi. Agar spend bo'lgan bo'lsa, odam ega bo'ldi. Masalan, can spend $300 on this suit. Demak, endi bu paltoga can $300 xarjladi. Degandek, number 4, the new people move in tomorrow afternoon. Okay, musharik will move in tomorrow afternoon. Erta qanday qilmoqchi, ko'chib kelmoqchi. Mana shu oddiy kalgusni ish bog'laydi. Xo'sh, hamsa, bugungi yangi so'zlarni o'rganib chiqaylik. The first one is look. Okay, do you know his occupation? Bu qanday odam ekan bolalar? Bir ismni ko'rib chiqibdi, bu Luchuk deymiz Uyg'urcha, shundaymi? Aeroplan haydovchi. Bu ingliz tilida deymiz, sanlar pilot. Okay, pilot. Pilot degan nima? Uchqchi, Luchuk degan gap. Andaqda baqinglar, bizning yangi qo'shnimiz bo'lsa, bir uchqchi. Yangi qo'shnimiz bo'lsa, bir uchqchi. Endi bizning bo'lsa our new neighbor is
a pilot. Is a pilot. Ondaqda biz ilgari yana shu aeroplanda mulozimat qilgan bir odamni bir xizmatni o'rgangandik. U bo'lsa mana marsanglar air hostess. Air hostess. Air hostess. Aeroxon qiz, aeroplan kutgan qiz. Tushunami? And the king say return. Okay, return. Return. Bu return deganimiz nima? Qaytib kelmak, qaytmoq degan gap. Okay, qaytib kelmak. Masalan, he will return in a week. O bir haftadan keyin qaytib kelmoqchi. Odatda men in yana bir ma'nosi o'sha vaqtni ma'lum bir doir vaqtdan keyin degan ma'no bildirdi. He will return in a week. Bir haftadan keyin qanday qilmoqchi? Qaytib kelmoqchi. So we will not return. Biz qaytmaymiz. Biz qanday qilmaymiz? Qaytmaymiz. Okay. And the return to Kashgar. Ma'lum bir o'rin qaytib kelgan bo'lsa, return to some place bo'ldi. Masalan, go and return quickly. Berib tez qaytib kel. Bu ko'pincha aytamiz deydi, go and return quickly. Baldo, tezroq qanday qilib qaytib kel. So, they have not returned yet. Ular hech qanday qilmadi, qaytmadi. Mana shunda men hozir texnik bular yo'q bu yerda. Qaytmadi degan bir natijani bildirib qo'yadir men. They have not returned yet. They have not returned yet. So we decided to return after 2 days. Biz 2 kundan keyin qaytishni qaror qildik. You know, we decided, and they decided to do. Bo'lsa, ma'lum bir ish qilishni qanday qilmoq, qaror qilmoq. Biz 2 kundan keyin qaytishni qanday qildik? Qaror qildik. So when will you return? Siz qachon qaytmoqchi? So when will you return? Men at qaytmoqchi bo'lsa. I will return tomorrow. Okay. Men kelar qaytmoqchi. I will return next week. Okay. Men qaytmayman. Bo'lsa. I won't return. Okay. I won't return. Good. Next one is fly. Okay. Fly. Fly. Okay. Fly degan uchmoq. Uchmoq. Aniqda buningki o'tgan zaman shakli flew, o'tgan bitgan shakli flewn. Okay. Flewn. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Odatda osmonda uchishimiz nima? Fly in the sky. Fly in the sky. Ansabanglar men ucha olayman. Neyimiz? I can fly. Okay. Emas men uchmoqchi. I will fly. Right? Qaranglar, airplane is flying in the sky. An airplane is flying in the sky. Bir aeroplan nerede uçuyotibdi bola? Osmonda uçuyotibdi, shunami? Okay. Emas bir aeroplan ma binoning ustidan uchib ketadi degan to'q. Ilgari bir qadam o'rgangandik, shunami? An airplane is flying over the building. Agar ma over bo'lgan bo'lsa, yuzi birsi-birsiga tegishmay uchib o'tgan bo'ladi, shunami? An airplane is flying over the building. Flying over the building. Okay, endi mesela fly to some place. Okay. Men kelar hafta Tokyoga uchib bormoqchi. Bishni I will fly to Tokyo next week. Endi men kelar oyda New York uchib bormoqchi. Yoki New York uchmoqchi. Shuncha I will fly to New York next month. I will fly to New York next month. Good. Can you fly? Yeah, I can fly. I can dance. Okay, I really like to fly, but it's a dream. Men aqdan amraq lekin u bo'z bir chush. Yeah, come fly with me. Kelib, men bilan birga uching. Fly. Endi men yerga fly a kite bo'lsa, balla lag uchoq bo'ladi. Fly a kite. Kite deganimiz lag emasmi? Masalan, they flew an hour ago. Ular bir soat burun qanday qildi? Uchdi. Flew. A flew. Okay, next one is New York City. New York City. Qaranglar, New York desak hamda birinchi bo'lib qalamiz kelgani, Statue of Liberty. Bunday deymiz, Statue of Liberty, ayol erkinlik ilohi. Shuning haykali. Statue of Liberty. Statue of Liberty. Mana bu nima desanlar? New Yorkning simvoli.
Simul xarakterlik binası. Andaqda qaranglar yana nima ekan bu yana New York City. Yeah, enjoy the New York City scenery. Qaranglar bu resimlarni. Bu shu New York shahridagi go'zal manzaralardan bir qarab qo'yinglar. Birdamdagi bir video bor New York shahrini ko'rsatgan. Demak, bu Empire State Building. Bu dunyodagi eng egiz binolarning ichidagi birisi. Hozir ham egiz emas. Bu Dubaydagi Xalifa munarang egiz hozir. Mushumni marzan New Yorkningki, New Yorkga berib qolsanglar, ko'rdiganlarmi ham bu. Bu nima? Empire State Building. Empire State Building demakchi imperiya binosi. Imperiya binosi. Onun ikinci, okay. This is a Central Park, merkezi bağça. Bu merkezi bağça buna ait güzel ha. Berip çokum kögürek hem de. Okay. Onun ikinci, okay. Mao mana Wall Street. Dünyanınki iqtisat merkezi. Financial center. Şunama. Bütün dağınlık bankalar. Onun ikinci Nasdaq degen payçık pazarı, pay pazarı var ya. Mush nima desanglar Wall Street tam ko'chasi. Bu nima Wall ko'chasi. Bo'ladi, Wall ko'chasi. So, amsa men bir video bor, sin bor. Bu shu New Yorkning manzaralari bor. Amsa bir New Yorkka bir sayohat berib kelaylik, savatdoshlar. Let's go. Okay. Arkadaşlar, sizler New York'un sayahat qilib bo'lgan bo'lsanglar, darsga bir qaytib kelamdik. Next one is Tokyo. Tokyo is the capital of Japan. Tokyo bo'lsa nima desanglar, Yaponiyaningki poytaxti. Qaranglar, bu Tokyoninki go'zal bo'lgan manzaralari. Tokyo. Endi men kelar hafta Tokyoga uchib bormoqchi degan top. I will fly to Tokyo. I will fly to Tokyo. Good. And bu Yaponiyaningki dangliq, masalan Honda, Toyota degan nimada mashinalari. Unkin Tokyo Iron Tower mishariki Tokyo temir munari intayin dangliq bu. Qarsanglar bu shahar manzarasi, kashlik manzaralari. It's very beautiful. Very beautiful. And what about also Tokyo Disneyland? Disneyland and was Disney bag'chisi. Mas Tokyoning Disney bag'chisimi qanday desanglar, intayin dangliqa nihoyat zo'r, cho'ng. That is Disneyland. Okay, next one is Madrid. Madrid, Madrid. Xanjamayat Madrid komandasi degan anlig'ami? Royal Madrid. It's the capital of Spain. The capital city of Spain. Ispaniyaningki nimasi poytaxti Madrid. Qaranglar, bu Madrid komandasiga a'zolar, shu Madridningki eng go'zal bo'lgan manzaralari. And okay, what is that? Madrid 2016. Bu yilgi nomi the Olympic Candidate City. Shu Olimpikniki kandidat shahri. Shunga
Bu nima desanglar? Olympic Cadet City, the Madrid Olympic musobaqasi. So travel nearly every country in the world. Endi bishariki every country degan gap sağlaşlar. Ma travel deganimiz sayohat qilmoq nearly asosan degidek every country in the dunyodagi hamma shaharni degidek hamda sayohat qilish. Bu nima desanglar? Travel around the world. Travel around the world. Endi bishariki Nigel qanday qildi desanglar? Travel around the world. Qildi ekan. Aniqda tekstning mazmuniga diqqat qilamiz sağlaşlar. Bugun hamda shu bizning yangi qo'shnimiz Nigel to'g'risida paranglashimiz. Qaranglar, buning ismi nima ekan? Name is Nigel, age is 41, job is pilot, and buning xizmat nima desanglar? Uchiqchi, shunami? Marriage, and to'y qilganmi desanglar? Yeah, he marriage. Pilot deganimiz uchiqchi, luchuk, shunami? And a fly, a driver plane, shunami? Fly, flew, flown. You know, today we will learn a story about Nigel, who was a pilot. And shu Nigel'ninki bir hikoyasini avval bir qatam anglab o'tgandan keyin uni tekst qilaylik. Listen carefully. Nigel is our new next-door neighbor. He's a pilot. He was in the RAF. He will fly to New York next month. The month after next, he'll fly to Tokyo. At the moment, he's in Madrid. He flew to Spain a week ago. He'll return to London the week after next. He's only 41 years old, and he has already been to nearly every country in the world. Nigel is a very lucky man, but his wife isn't very lucky. She usually stays at home. All right. And sağdaşlar qaranglar. Nigel is our new next door neighbor. Nigel bo'lsa bizning yangi tam qo'shnimiz. Endi men next degan keyingi degan gap sağdaşlar. Next door bo'lsa keyingi shik. Demak, keyingi shik bizningki Maoi'dan qanday desanglar, shu bir tam bilan farqlandi. Shunga ham bu next door neighbor deganimiz tam qo'shnimiz. Nigel bo'lsa bizning bir tam qo'shnimiz. He is a pilot. U bo'lsa bir luchuk, uchiqchi. He was in the RAF. O RAF'da idi. Demak, men RAF deganimiz the Royal Air Force degan gap. Xon jamiyati havo armiyasi. Demak, men u o'tgan zamonda beribdi, hozir ham u yerda emas ekan shunama. Ilgari shu xon jamiyati havo armiyasi edi. Lekin hamda hozir qanday desanglar, shu hozir bir pilot ekan. Demakchi, yo'lovchilar aeroplani ne deydi qadamda, o'sha pilot deymiz. Yo'lovchilar aeroplani ne deydi ekan hozir. Hamda ilgari bo'lsa nima ekan desanglar, shu xon jamiyati havo armiyasi ekan. Bu the Royal Air Force ham o'shariki, o'sha Angliyaniki xon jamiyati havo armiyasini ko'rsatdi. Demişler ki Royal deganimiz qanday desanglar, xon jamiyati. Endi shu oddiy ismlarni tuzilgan ma'lum ismlarning oldigan imkonlar desanglar, mesela D'ni olamiz. Masalan, the People's Republic of China. Jonghua Xalq Jumhuriyati shunami? Bir davlatning nomi oddiy bo'lgan bir necha ismlardan tuzilgan. Endi yarama armiyaning nomi Royal Air Force. Ma'noga o'xshash bir oddiy ismlardan tuzilgan ismlarda bular xos ism deymiz. So he will fly to New York next month. And o kelara ay nega uchmoqchi ekan? New York uchib bormoqchi ekan. He will fly to New York next month. And the month after next, he will fly to Tokyo. And that kelarayi o Tokyoga uchmoqchi. Okay, mishariki will deganimiz oldingi soat so'zlagandek makchi. Shu kalbisi yuz bermoqchi bo'lgan harakatlarni bildirdi. At the moment he is in Madrid. O'shanda hozir nari ekan, u Madrid ekan. Madriddan the capital city of Spain, right? Demak, hozir mush vaqtda, mush paytda u Madrid ekan. He flew to Spain a week ago. Okay, hamda u Ispaniyaga bir hafta ilgari uchgan edi. He flew to Spain a week ago.
And he'll return to London the week after next. Okay, endi u Londonga bir haftadan keyin the week after next. Kelar haftasi. The week after next. Kelar haftasi qanday qilmoqchi? Qaytmoqchi. Demek endi bu yerga return to undan keyin maqchi mushulning hammasini bo'ldirsanlar, bu oddiy kelgusi zamonni ifodalayapti. Demek hozir qilmadi, shu qilmoqchi. Masalan, London qaytmoqchi, New York bormoqchi. Demek endi bu kelgusida bo'lmoqchi bo'lgan shirkatlar ekan. Undaqda keyingisiga diqqat qilinglar. He's only 41 years old. U emdila faqatla mishalga only faqat degan gap. 41 years old. 41 yosh. And he has already been to nearly every country in the world. Mush dunyodagi asosan hamma shaharlardagidek berib baqdi. Va has been degan berib olibron qanday qaytib kelib bo'ldi. Agar has gone bo'lgan bo'lsa, ketdi, teqa qaytib kelmadi degan gap. Demak, ma already olibron. He has already been to nearly every country in the world. Dunyodagi hamma shaharlardagidek bir qatam qanday qildi? Berib baqdi. Demak, Nigel is very lucky man. Nigel bo'lsa intayin talaylik bir shaxs. But his wife isn't lucky. And that onun ayoli qanday desalar, uncha talaylik emas. Endi matikislar savodasi biz oldinqisi iyannikini solishtirib baqaylar. No. Ya iyan emas. Iyan shunami? Iyan nima uchun kuchab ketdi desanlar, shu ayolining majburlashi bilan shunami? Ayoli ko'chkisi bo'lib ketib qanday qildi desanlar, sizlar uning ko'chkisi yo'qdi, lekin ayolining ko'chib ketdi. Lekin mening hamda ma ayol unlucky ekan shunami? His wife isn't very lucky. Endi men yerga isn't lucky bilan isn't very lucky ni xil farq bor balla. Isn't very lucky degan ancha talaylik emas degan gap. Endi isn't lucky bo'lsa talaysiz, bitalay, sho'rpeshona degan gap. Shunga misharki very ning roli xil bor mishadi. Hisobda u talaylik, lekin ammo Nigeldek talaylik emas demakchi. Nigel qanday qiladi? Asosan dunyoni sayohat qilib yuradi ekan bu bola. And she usually stays at home. U odatda qanday qildi? Uyda o'tirdi. Shu uyda o'tirgachqanda mishada talaysiz holatda she's a little bit unlucky. Wancha talay yo'q ekan. Nigel very lucky person because he can travel. He has already been to nearly every country in the world. Okay. Do'stlar, agarchi biz amaliyotda ko'rmasakmi, lekin video orqali shu 21 davlatni bir sayohat qilib kelamiz. Amsa ekranda qarab qilinglar. Shu 21 davlatningki bir eng payz bo'lgan sayohat nuqtalari bor. Shunani bir sayohat qilib kelsak. Okay?
Okay, listen to our new neighbors and say, okay, abayamda biz anlap bolduq ham o'qib bolduq bola. Şu neighbor'ninki bazı uçurlarını bir anlap bakaylı. Qaranglar, New York. Endi New York qachon bormoqchi savolashlarni. Yo'q bormoqchi. Next month, right? You know, he will fly to New York next month. What about Tokyo? And he will fly to Tokyo the month after next. The month after next. What about Madrid? You know, he will fly. No. He's at the Madrid. He's at the moment he's in Madrid, right? What about Spain? You know, a week ago he flew to Spain a week ago. Hafta burun hamda Ispaniyaga uchqandi. And the week after next he will return to London. Shu ishkafdan keyin Londonga qaytib kelmoqchi. Biz yana mushu darsda asosli ko'rganimiz nima bo'ldi desanglar, oddiy kelgusi zaman. Deməkçi, kelgusi yuz berməkçi bo'lgan sherkat yoki mavjud bo'lmoqchi bo'lgan har xil holatlarni ifodalaydi. Qarasanglar, when will Nigel fly to New York? Desa next month, right? He will fly to New York next month. When will Nigel fly to Tokyo? You know, he will fly to Tokyo the month after next. When will Nigel return to London? The week after next. Demek endi musharika vaqt ravishlar, vaqt holatlari kelib qoldi. Demak, shu agishib kelgan, shu the month after next, the week after next deganlarga alohida diqqat qilamiz. Masalan, tomorrow, okay, undan keyin in 2 weeks time degandek. Bo'ldi, bugungi darsimiz musharika bo'lsin. Tekstni aytgan qo'yib yodlasanglar, yodlashga qat'iy sal qaramanglar. Sizlar bir kitobni yodlaganinglar 10 kitob o'rganganingizdan yaxshiroq. Shunga ko'p yodlab turinglar. Ondan keyin so'zlik o'xshashdan o'n qatim ko'chirish. Ondan keyin tushunmagan savolingiz bo'lsa, undidar va bizningki to'rbetlar orqali maslahat so'rasanglar. That's all for today. See you next time. Goodbye.